Usoma Muslimning Binafsha shu'lasi asari fantastika va mistika sarguzasht elementlari uyg'unlashgan badiiy roman hisoblanadi. Asarning birinchi nashri 2017-yildan chiqqan, keyinchalik ikkinchi qismi nashr etilgan. Asarda voqealar sirli va g'ayritabiiy hodisalar atrofida rivojlanadi. Bosh qahramon o'zini kutilmagan sinovlar, xavfli sarguzashtlar va sirli kuchlar bilan to'qnash keladigan voqealar ichida topadi. Asar davomida yaxshilik va yomonlik kurashi, insonning ichki dunyosi, jasorat, ishonch va tanlov mavzulari yoritiladi. Muallif voqealarni shiddatli syujet, kutilmagan burilishlar va mistik muhit bilan boyitgani uchun kitob yoshlar orasida mashhur bo'lgan. Fantastik olam bilan psixologik ma'naviy mavzularning uyg'unligi. Hikoya tinch va osoyishta hududdagi g'ayrioddiy o'zgarishlardan boshlanadi. Bir qator xonadonlar egalari uy-joylarini bozor bahosidan ancha qimmat narxga sota boshlaydi va atrofi baland devorlar bilan o'raladi. Bu voqealar oddiy iqtisodiy holat emasligi ortida katta sir yashiringani asta-sekin ma'lum bo'ladi. Shu tariqa qahramonlar sirli kuchlar, tushuntirish qiyin bo'lgan hodisalar va xavfli sinovlar bilan yuzma-yuz keladilar. Muallif voqealar orqali bir nechta muhim mavzularni yoritadi. Usoma Muslimning o'ziga xos uslubi bu asarda ham yaqqol ko'rinadi. Voqealar tez sur'atda rivojlanadi. Har bir bob oxirida qiziqish uyg'otadigan burilishlar mavjud. Mistik va real hayot elementlari bir-biri bilan uyg'unlashtirilgan. Tasvirlar ramziy ma'noga boy bo'lib, o'quvchini mushohada qilishga chorlaydi. Asarda Binafsha shu'lasi shunchaki nur emas, balki insonning ma'naviy uyg'onishi, haqiqatni anglash va ichki o'zgarishlarning ramzi sifatida talqin qilinadi. Muallif ushbu obraz orqali inson qalbidagi nur va zulmat o'rtasida kurashni ifodalaydi. Binafsha shu'lasi voqealari sirli va xavotirli muhitni boshlanadi. Bosh qahramon ushbu sirning mohiyatini aniqlashga kirishadilar. Izlanishlar davomida ular g'ayritabiiy kuchlar, xavfli dushmanlar va inson aqli bilan tushuntirish qiyin bo'lgan hodisalarga duch keladi. Voqealar rivojlanishi davomida qahramonlar nafaqat tashqi xavflarga qarshi, balki o'z qo'rquvlari, shubhalari va ichki tanlovlari bilan ham kurashadilar. Shuning uchun asarda sarguzasht bilan birga ma'naviy ruhiy yo'nalishlar ham muhim o'rin tutadi. Asarning asosiy integrasi Binafsha shu'lasi deb atalgani siri, kuchlarning kelib chiqishi, ularning kimlar qo'lida ekanligi va u insonlar taqdiriga qanday ta'sir ko'rsatishi atrofida kechadi. Bu sir asta-sekin ochilib boradi va har bir yangi bobda kutilmagan voqealar yuz beradi. Asarning eng qiziq jihati shundaki, muallif sirlari boshidanoq to'liq ochib berilmaydi. Kitobxon qahramonlar bilan birga dalillarni yig'adi, voqealarning haqiqiy sababini izlaydi va oxirigacha qiziqish saqlab qolinadi.